Yasagan qo'ling sinsin iloyim, sanmidi hali mani kelinimga narsa yasab beradigan. Hali to'y bo'lmasdan oldin o'g'limni pullarini shilib, sani bekorchi narsalaringni sotib olgani sarflayaptimi? Mani o'g'lim osmondan supurayotgani yo'q pulni. Tez joyiga qo'yib qaytarib bergin pulimizni. Kelinim bunaqa narsalar taqishi shart emas deb bir qaynona yozib qoldilar. To'g'risi qo'rqib ketdim ularning gapidan. Gap ochig'ini bilsam keyin bu diademalarga kuyov tomon to'lov qilyapti ekanlar. Qizlar bilmadi bunaqa inson bilan yashash ertaga qanaqa bo'ladi. Fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. Men qo'rqib ketdim to'g'risi bunaqa vajohat bilan gapirganlarga indamagina pullarini qaytarib berdim zakazlarini admin qilib.